Mustaqilligimizni qo'lga keltirishning asosli shartlari. Ozodlik va mustaqillikning birinchi sharti ittifoqlik, hamkorlik, fidokorlik va chidamlikdir. Vatan yo'lida oldimizga chiqadigan har turli qiyinchiliklarga bardoshlik berish, har ishga hurlik nuqtasidan qarab, shaxsiy manfaatimiz uchun emas, bir jon, bir tan bo'lib, vatanimiz uchun xizmat qilish va mustaqilligimizning abadiy bo'lishini qo'lga keltirish lozim. Mustaqil Sharq Turkiston Islom Cumhuriyetining bayrog'i ostida birlashaylik va bugun zafar qozongan askarlarimizga o'xshash tashkiliy bir shaklda vatanimizni qo'g'daylik. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning Badr g'azotida mundaq degan edi: "Hammanglarga ma'lumki, fani olamda insonning eng yaxshi ko'rgan, uningga eng ahamiyat bergan 4 narsasi bordir. Bu 4 narsaga ega bo'la olmagan kishi insonlik sharifidan mahrumdir." Bularning birinchisi har kishining mustaqil irodaga, hurlikka ega bo'lishidir. Hur irodasi bo'lmagan, hech bir prinsip bo'lmagan kishining hayvondan nima farqi bor? Ikkinchisi, kishining shug'ullangan kasbiy sohasida halol yo'ldan qo'lga keltirilgan boyligi, ya'ni amgining mevasi sifatida ega bo'lgan boyligi, uning xos mol mulkidir. Uchinchisi, har millat uchun haqiqiy bir ona bo'lgan, tuprog'ida cho'ng bo'lgan, o'ziga otasidan miros qolgan vatandir. Ana vatanning taqdirini boshqalarning qo'liga berib qo'yish vatan avlodi uchun kechirgusiz og'ir jinoyatdir. Bu balkim inson haqlariga qarshi qilingan bir jinoyat sifatida qabul qilinishi kerak. To'rtinchisi, bir mamlakat aholisining asrlardan buyon saqlab kelgan muqaddas dinidir. Yuqori tilga olgan 4 narsaga ega bo'lish uchun millatning butun haqlarining, ya'ni shu millatning o'z qo'li bo'lish zarurdir. Bu fani hayotning kurash maydonlarida faqat dushmanga qarshi g'alaba qilish orqali qo'lga keltiriladi. Mana bu sohasida millatning mustaqilligi o'z qo'lida bo'ladi. Millat faqat shu shaklda butun haqlarini qo'g'day oladi. Agar bundoq bo'lmay, adal aksicha bo'lsa, millat mag'lubiyatga duchor bo'lib, vatanga asorat va mustamlika bo'yinturuq silinib, dushmanning changaliga tushib qolsa, bundoq millat butun inson haq huquqlaridan ayrilib qoladi. Yuqori tilga olgan bebaho 4 narsaning hech biriga ega bo'la olmaydi. Hurlikni yo'qotib qo'ygan millat balkim hayvondan o'ta xor holatga tushib qoladi. Beshimizdan o'tayotgan voqealar bugun beshimizdan o'tkazayotgan har ish buning eng ro'shan ifodasi va dalilidir. Ko'zimiz bilan ko'rgan, qo'limiz bilan tutqunimiz uchun bu so'zlardan zarra qadar shubhlanmaymiz. İkinci qatımlıq Şərq Türkistan Cumhuriyeti Reisi Marshal Alixan Töre Türkistan Qaygısı namlıq kitabdan elindi.